Rollarda Lee Byung-hun, Kim Tae-hee, Jong Jun-ho, Kim Sing-woo, Kim So-yeon, Kim Yong-chol, Lee Jong-gil. Prodyuser Kim Yong-chak. Salom shoh, xursandman. Salom shoh, juda ham xursandman. Salom shoh, xursandman. Salom shoh, juda ham xursandman. Bolalar, bo'ldi endi barlar bo'linglar. Xushyolikni qo'ldan bermanglar. Eng muhimi oilamiz sha'nini himoya qilish, tushundinglarmi? O'yin boshlandi. To'pni egallab olyapti. O'yin qoidasi buzildi, lekin hakam bunga e'tibor qaratmadi. Oldinga qarab bormoqda va mana endi hozir jamoasini qutqarib qoldi Jung Song Yuryong. Demak, xavfli vaziyatlar sodir etish borasida deyarli tenglashdi. Bunday havoda, mana bunday yomg'ir yog'ayotgan paytda darvozabonni tushunsa bo'ladi. Anzur to'pni egallab oldi o'zi. Xo'rlayvermang, mening ham ivonim bor. Bir kuni izimni izlab qolasiz. Futbolchilarimiz yana bir urinish. Darvozabon Ignatiy Nesterov to'pni qaytardi, yonsiqdan to'p tashlab beriladi. Yolvoraman Maydon markazida yana futbolchilarimiz to'pni egallab turishibdi. Yaxshi. O'ng qanotdan tezkor hujum uyushtirsa bo'ladi. Boqoyev to'pni kutmoqda. Islom To'xtaxo'jayev oldinga qarab boryapti. Jeparov zarba bersa bo'ladi. O'tdi zarba. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? O'yna gulbari, yana o'yna gulbari. Akajoningni kuydirib, yana o'yna gulbari. Denisov zarba ko'ramizmi? Haydarov. Jeparov ikkinchi qavatda yaxshi imkoniyat bor. Zarba! Ismirjalol Qosimov kimni chaqiryapti? Hozir ko'ramiz. Aleksandr Geynrichni chaqirmoqda yoniga. Hopdi. Ichiga yetkazib bergan vaziyat. O'zimda gunoh termilgan shu ko'zimda gunoh. Muhammad Rizo Xalatboriy mezbonlar darvozasining nishonga olib terma jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Amir Darvozning imkoniyat. Hujum gol!